Men ertalabdan kechgacha bolalarga qarab, sizlarning aytganingizni qilgan. Men eshak emasmanmi? Men ham eshakman unda. Menda armon yo'qmi? E'tibor qilmaymanmi men? Eshak bo'lganim yetmagandek, o'zimga ham vaqtim yo'q. Yana senga vitamin bera olmayotgan ekanman, ha? Ko'rinishim yoqmaydi, figuram yoqmaydi, ustimdan ovqat sasiydi. Men senga turmushga chiqishimdan oldin bunday emasdim. Meni bu ahvolga solgan sensan. Tushundingmi? Sen aqling joydami? Meni nima aybim bor? Men nima qildim? O'zingga bir qara. Na bo'yanishni, na yasan-tusan qilishni bilasan. Men uyga kirganda ko'zi olarib turgan taftayni emas, chiroyli ayolni ko'rgim keladi. Qachon? Seni kiringni yuvib yurib o'ynamanmi? Yo bolalaringning orqasidan yugurib yuribmi? Yoki oshxonada yurib kiyinamanmi? Uyni ishlari tugamaydi, maqsad. Sen bilan gaplashgim kelmayapti. Albatta gaplashging kelmaydi, albatta. Men qiziq emasman-ku senga. Bilasanmi nega? Sababi sen alohida rivojlanib ketgansan. Meni bu oshxonaga qamading-da, o'zing bo'lak ketding. Men bu yerda bolalarni tug'arkanman, katta qilarkanman, boqarkanman, uyda o'tirarkanman. Sen bo'lsang yurasan, kimni ko'rsang quchoqlashib. Ularga uylanayotganingizda ularga va'dalar berasizlar. Keyin ayol kishi homilador bo'lib qiynalib yuradi. Keyin farzand ko'rib bolaga qaraydi, yediradi, ichiradi, kasal bo'lsa g'amxo'rlik qiladi. Buning uchun sog'lig'ini, yoshligini sarflaydi. Keyin ayolni yoshi katta bo'lgach, eri undan yuz o'girishi adolatdanmi? Agar u ayol uyiga va bolalariga qaramay qo'yganda, faqat o'ziga oro berib, eriga chiroyli ko'rinish bilan ovora bo'lganda edi, naqadar yomon uy bekasi, yomon ona der edingiz. Ayol nima qilsin? Mas'uliyat qayerda? Ayollaringiz borasida Allohdan qo'rqinglar.